Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz va pensiyangizni bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, demak bu video siz uchun juda muhim. Bugundan boshlab pensiya kartalariga oid yangi cheklovlar kuchga kirmoqda. Bu har bir pensiyaga chiqqan insonni bevosita o'ziga taalluqli bo'ladi. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki keyinchalik afsuslanishdan foyda yo'q. Bu shunchaki bir xabar emas, balki sizning moliyaviy barqarorligingiz va xotirjamligingizga ta'sir qiluvchi jiddiy o'zgarishlardir. Hozirdayoq kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlarni boshqalar ham ko'rishi juda muhim. Xo'sh, muammo nimada va vaziyat qanday o'zgardi? Keling avvalgi holatni eslab olamiz. Ilgarilari pensiya kartangizdan pul yechib olish, uni boshqa kartalarga o'tkazish yoki do'konlarda xarid qilish juda oson va deyarli hech qanday jiddiy cheklovlarsiz edi. Misol uchun, siz istalgan miqdordagi pulni bankomatdan bir yo'la yechib olishingiz yoki nabirangizning to'yiga mo'ljallangan katta miqdordagi mablag'ni uning kartasiga hech qanday muammosiz osonlik bilan o'tkazishingiz mumkin edi. Hech kim sizdan bu pullarning qayerga ketayotgani yoki nima maqsadda ishlatilayotgani haqida so'ramasdi. Chunki bu sizning shaxsiy pensiyangiz edi. Bu qulaylik shubhasiz ko'plab pensionerlar uchun juda qadrli edi. Chunki bu ularga o'z mablag'larini erkin boshqarish imkonini berardi. Pensiya kartalari shunchaki hisob raqamlari emas, balki shaxsiy moliyaviy mustaqillik vositasi edi. Banklar ham qo'yda tariqasida. Pensiya kartalari bilan bog'liq tranzaksiyalarga unchalik chuqur aralashmasdi. Chunki pensiya to'lovlari davlat tomonidan tasdiqlangan va belgilangan tartibda amalga oshirilardi. Shuning uchun har qanday xarid, pul o'tkazmasi yoki naqd pul yechish oddiy kundalik amaliyot hisoblanardi. Ammo endi vaziyat butunlay o'zgardi. Bugundan boshlab, ya'ni aniq sanani aytadigan bo'lsak, 2024-yil oktyabrdan boshlab pensiya kartalarida jiddiy yangi qoidalar va cheklovlar joriy etilmoqda. Bu cheklovlar bir tomondan sizning mablag'laringizni firibgarlardan va turli noqonuniy moliyaviy sxemalardan himoya qilishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ba'zi kundalik moliyaviy operatsiyalarda sizga ma'lum noqulayliklar tug'dirishi mumkin. Hukumat va Markaziy bank bu choralarni moliyaviy shaffoflikni oshirish, noqonuniy pul oqimlarining oldini olish hamda eng asosiysi pensiyaga chiqqan fuqarolarning moliyaviy xavfsizligini ta'minlash maqsadida kiritayotganligini bildirdi. Bu o'zgarishlar shunchaki kichik bir qo'yda emas, balki bank tizimida, ayniqsa pensiya to'lovlari bilan ishlashda jiddiy transformatsiyalarni anglatadi. Har bir pensiya oluvchi ushbu yangi qoidalardan to'liq xabardor bo'lishi shart. Aks holda kutilmagan muammolarga duch kelishi mumkin. Keling, endi bu yangi cheklovlarni birma-bir batafsil ko'rib chiqamiz. Bu sizga nimalarni bilishingiz kerakligini, kimlar xavotir olishi kerakligini va kimlar xavotir olmasligi mumkinligini tushunishga yordam beradi. Birinchi cheklov. Naqd pul yechish bo'yicha qat'iy cheklovlar. Oldinlari siz bir kunda hatto 5-10 million so'mni bankomatdan yoki bank kassasidan bemalol yechib olgan bo'lishingiz mumkin edi. Endi esa aksariyat banklar uchun bu kunlik limit sezilarli darajada pasaytiriladi. Deylik, yangi qoidalarga ko'ra kunlik naqd pul yechish limiti 2 million so'mdan oshmaydi. Bu degani, agar sizga bir kunda 3 million so'm naqd pul kerak bo'lsa, siz uni bankomatdan yechib ola olmaysiz. Bunday vaziyatda siz bank filialiga shaxsan borishingiz, o'zingizning shaxsiy pasportingizni ko'rsatishingiz va pulni nimaga ishlatayotganingizni, qayerga sarflamoqchi ekanligingizni batafsil tushuntirishingiz talab etiladi. Bank xodimi bu ma'lumotlarni maxsus shaklga kiritib, mablag'ning kelib chiqish manbasini, ya'ni bu pensiya ekanligini va uning maqsadini qayd etadi. Ba'zi hollarda bank xodimi qo'shimcha savollar berishi va hatto pulni qanday sarflash niyati ekanligingizni tasdiqlovchi ba'zi hujjatlarni, masalan, yirik xarid chekini yoki tibbiy xizmatlar uchun shartnomani so'rashi mumkin. Bu jarayon siz uchun biroz noqulaylik tug'dirishi mumkin. Ayniqsa bank filiallari uzoqda joylashgan yoki navbatlar uzun bo'lgan hududlarda. Ikkinchi cheklov. Boshqa kartalarga o'tkazmalar bo'yicha qat'iy limitlar. Bu cheklov ayniqsa o'z pensiyasidan farzandlari, nabiralari yoki boshqa yaqinlariga muntazam pul o'tkazib turadigan pensionerlar uchun juda muhim. Avvallari bunday o'tkazmalarda deyarli hech qanday muammo yo'q edi. Aytaylik, siz nabirangizning to'yiga 1 million so'm berishni niyat qildingiz va buni o'z pensiya kartangizdan uning kartasiga mobil ilova orqali bir zumda o'tkazmoqchi edingiz.
Endi esa oyga belgilangan umumiy o'tkazma limiti masalan 5 million so'mdan oshib ketgan taqdirda bunday o'tkazmani amalga oshirishning iloji bo'lmaydi. Bu limitdan oshiq mablag'ini boshqa karta o'tkazish uchun ham siz bankka borishingiz, maxsus so'rovnomani to'ldirishingiz va o'tkazma oluvchi bilan munosabatlaringizni tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Agar o'tkazma yaqin qarindoshlarga bo'lmasa, bank hattoki bu o'tkazmaning iqtisodiy asosini ham so'rashi mumkin. Bu choralar firibgarlikning oldini olishga, shuningdek, pensiya pullarining noqonuniy maqsadlarda ishlatilishiga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan. Bu cheklov ayniqsa pensiya kartasini uchinchi shaxslarga berib qo'ygan yoki ularning nomidan pul o'tkazmalarini amalga oshiradigan pensionerlar uchun jiddiy muammolar tug'dirishi mumkin. Uchinchi cheklov. Uzoq vaqt foydalanilmayotgan inaktiv kartalar bilan bog'liq qo'ydilar. Bu holat pensiya kartasidan kamdan kam foydalanadigan yoki undagi pullarni yig'ib turadigan pensionerlarga taalluqli. Agar pensiya kartangizdan 6 oy davomida hech qanday harakat, xarid pul yechish, boshqa kartaga o'tkazma amalga oshirilmasa, bank sizning kartangizni vaqtincha bloklashi mumkin. Bu blokirovka sizning mablag'laringizni firibgarlardan himoya qilishga qaratilgan. Chunki uzoq vaqt harakatsiz turgan kartalar ko'pincha firibgarlar nishoniga aylanadi. Bunday holatda siz bank filialiga borib, shaxsingizni tasdiqlab, kartani qayta faollashtirishingiz lozim bo'ladi. Jarayon davomida bank xodimi sizdan kartaning inaktiv bo'lish sababini so'rashi va kelgusida kartadan faol foydalanishga undashi mumkin. Agar kartangiz uzoq vaqt davomida inaktiv bo'lsa va siz bankka bormasangiz, ba'zi banklar hattoki kartaning amal qilish muddatini tugatib, hisobdagi pulni vaqtincha muzlatib qo'yishi mumkin. Bu esa pulingizga kirishni yanada qiyinlashtiradi. Xo'sh, yuqoridagi cheklovlar kimlarga xavotir uyg'otishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchidan, agar siz har oy pensiyangizning katta qismini naqd pulda yechib olib, uni uyda saqlashga odatlangan bo'lsangiz, bu yangi cheklovlar sizning odatlaringizni o'zgartirishga majbur qiladi. Endi siz har safar katta miqdorda pul yechish uchun bankka borib, ko'p vaqt sarflashingizga to'g'ri keladi. Ikkinchidan, agar siz muntazam ravishda farzandlaringizga, nabiralaringizga yoki boshqa shaxslarga katta miqdorda pul o'tkazib tursangiz, siz ham bankka borib, bu o'tkazmalarning sababini tushuntirishingiz va munosabatlaringizni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishingizga to'g'ri keladi. Bu ham qo'shimcha qog'ozbozlik va vaqt talab qiladi. Uchinchidan, agar siz pensiya kartangizga pul tushadi-yu, lekin uni kamdan kam ishlatib, uzoq vaqt inaktiv holatda qoldirsangiz, sizning kartangiz bloklanish xavfi ostida. Bunday holatda sizga kartani qayta faollashtirish uchun bankka shaxsan tashrif buyurish majburiyati yuklanadi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiya kartangizdan asosan kundalik xaridlar uchun, do'konlarda to'lov qilish uchun, kommunal to'lovlarni to'lash uchun, masalan, gaz, svet, suv uchun yoki kichik miqdorda naqd pul yechib olish uchun foydalansangiz, bu cheklovlar sizning kundalik hayotingizga katta ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan, agar siz har kuni bozordan narsa xarid qilib, pensiya kartangiz orqali 50 ming yoki 20 ming so'm to'lasangiz, bu operatsiyalar yangi cheklovlarga tushmaydi. Shuningdek, agar siz faqatgina maishiy xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirsangiz, bu ham hech qanday muammo tug'dirmaydi. Chunki bu operatsiyalar odatda kichik miqdorda bo'lib, moliyaviy monitoring talab qiladigan darajada katta hisoblanmaydi. Endi esa bu yangi qoidalardagi istisnolarni, ba'zi kutilmagan jihatlarni va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan nozik nuqtalarni ko'rib chiqamiz. Albatta, har qanday qoidada bo'lgani kabi, bu yangi cheklovlarda ham ba'zi istisnolar mavjud. Misol uchun, agar siz og'ir kasallik tufayli yoki nogironlik sababli bankka shaxsan bora olmasangiz, banklar masofaviy xizmatlarni taklif qilishi yoki maxsus tartibda uyingizga xodim yuborishi mumkin. Lekin buning uchun tibbiy ma'lumotnomalar, nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar va bank tomonidan talab qilinadigan boshqa tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilishi talab etiladi. Buni oldindan bankingiz bilan aniqlashtirish va barcha zarur hujjatlarni tayyorlab qo'yish juda muhimdir. Ba'zi banklar favqulodda vaziyatlarda, masalan, tibbiy operatsiya uchun zudlik bilan katta miqdorda pul kerak bo'lganda, tibbiy muassasadan ma'lumotnoma asosida bir martalik limitni oshirish imkoniyatini berishi mumkin. Ammo bu ham har bir holatda individual ravishda ko'rib chiqiladi va kafolatlanmaydi.
Eng katta ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihat firibgarlik. Firibgarlar bu yangi qoidalardan foydalanib sizni aldashga urinishi mumkin. Ular o'zlarini bank yoki pensiya jamg'armasi xodimi qilib ko'rsatib, sizga qo'ng'iroq qilishi yoki SMS yuborishi mumkin. Ular yangi cheklovlar tufayli kartangiz bloklanganini aytib, uni ochish uchun sizning kartangiz ma'lumotlarini, to'liq raqamini, amal qilish muddatini, CVV kodini yoki telefoningizga kelgan SMS kodini so'rashi mumkin. Eslab oling, aziz pensionerlar, hech qanday bank yoki davlat tashkiloti sizdan telefon orqali kartaning to'liq raqamini, amal qilish muddatini, CVV kodini yoki SMS kodini so'ramaydi. Bu ma'lumotlar shaxsiy va maxfiy hisoblanadi. Bunday qo'ng'iroqlarga yoki SMS'larga ishonmang. Darhol telefonni qo'ying va shubhali holatlar haqida bankingizning rasmiy ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni notanish shaxslarga bermang. Yana bir muhim nuansa. Har bir bankda cheklovlar miqdori va ularni qo'llash tartibi biroz farq qilishi mumkin. Markaziy bank umumiy ko'rsatmalar beradi. Lekin tijorat banklari o'z ichki siyosatlariga ko'ra bu cheklovlarni biroz o'zgartirishi yoki qo'shimcha talablar joriy etishi mumkin. Shuning uchun siz pensiya olayotgan bankingizning rasmiy ma'lumotlariga e'tibor berishingiz shart. Boshqa banklarning qoidalarini sizga nisbatan qo'llash noto'g'ri bo'ladi. Bank xodimlarining hammasi ham yangi qoidalarni birdek yaxshi bilmasligi mumkin. Agar sizga berilgan ma'lumotlar shubhali tuyulsa yoki bir-biriga zid bo'lsa, bankning boshqa xodimidan yoki bo'lim boshligidan aniqlik kiritishingizni so'rang. Eng ishonchli ma'lumotni bankning rasmiy saytidan yoki markaziy ofisining ishonch telefonidan olishingiz mumkin. Xo'sh, bu yangi qoidalar fonida siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlarni amalga oshirishingiz kerak? Birinchi navbatda, siz pensiya olayotgan bankingizning eng yaqin filialiga shaxsan boring yoki ularning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Ular sizga aynan sizning kartangizga tegishli bo'lgan aniq cheklovlar haqida to'liq ma'lumot berishlari shart. Barcha banklarda cheklovlar biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun aynan sizning bankingizdagi vaziyatni aniqlashtirish eng to'g'ri yo'ldir. Masalan, qancha miqdorda naqd pul yechib olsam, bankka borishim shart bo'ladi? Yoki farzandimga bir oyda qancha pul o'tkazishim mumkin? Kabi savollarni bering. Ikkinchidan, agar siz muntazam ravishda katta miqdorda pul o'tkazishingiz kerak bo'lsa, masalan, farzandingizning oliy ta'lim shartnomasini to'lash uchun, bu haqda bankni oldindan ogohlantiring. Ba'zi banklar bunday holatlarda tegishli hujjatlar, shartnoma, to'lov kvitansiyasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma asosida bir martalik limitni oshirish imkoniyatini berishi mumkin. Buning uchun siz bankka tegishli arizani to'ldirishingiz va tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, men farzandimning kontraktini to'lashim kerak. Buning uchun 25 million so'm kerak. Pensiya kartamdan shuni o'tkazishim mumkinmi deb so'rasangiz, bank sizga qanday hujjatlar kerakligini tushuntiradi. Uchinchidan, agar kartangiz uzoq vaqt inaktiv holatda bo'lsa, uni tez-tez tekshirib turing. Harakatlar qilib turing. Kartangizni bloklanishidan himoya qilish uchun har 1-2 oyda undan kichik miqdorda bo'lsa ham foydalaning. Masalan, do'konda kichik bir xarid qiling. Uyali aloqa operatoringiz balansini to'ldiring yoki kommunal to'lovlardan birini amalga oshiring. Bu kartangizni faol holatda saqlashga yordam beradi va sizning bankka shaxsan tashrif buyurish majburiyatidan qutqaradi. 4-dan, pensiya kartangizni boshqa shaxslarga bermang. Hatto farzandlaringiz yoki nabiralaringizga ham. Bu sizni kelgusida jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Chunki yangi qoidalar pensiya mablag'larining maqsadli ishlatilishini nazorat qilishga qaratilgan. Agar kartangiz boshqa shaxs tomonidan ishlatilsa va u katta miqdorda pul o'tkazsa yoki yechib olsa, bank sizdan buning sababini so'raydi. Siz esa bu vaziyatni tushuntira olmasligingiz yoki sizning nomingizdan amalga oshirilgan operatsiyalar uchun javobgar bo'lishingiz mumkin. 5-dan, moliyaviy savodxonligingizni oshiring. Banklarning mobil ilovalaridan foydalanishni o'rganing. Mobil ilovalar orqali siz kommunal to'lovlarni to'lashingiz, mobil hisobingizni to'ldirishingiz, kichik miqdorda pul o'tkazishingiz va kartangizdagi barcha harakatlarni kuzatib borishingiz mumkin. Bu sizning bankka borish zaruriyatini kamaytiradi va ko'p vaqtingizni tejaydi. Agar bilmasangiz, farzandlaringizdan yoki nabiralaringizdan yordam so'rang. Ular sizga bu ilovalardan foydalanishni o'rgatib berishlari mumkin. 6-dan, barcha operatsiyalar uchun kvitansiyalarni saqlang. Ayniqsa
katta miqdordagi pul o'tkazmalari yoki yechib olishlar bilan bog'liq bo'lgan barcha hujjatlarni ehtiyotkorlik bilan saqlang. Bu kelgusida bank bilan tushunmovchiliklar yuzaga kelganda sizning haqqingizni himoya qilishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, yangi cheklovlar bizning moliyaviy xavfsizligimizni ta'minlashga va firibgarlikning oldini olishga qaratilgan bo'lsa-da, ular bizdan ko'proq e'tibor va mas'uliyat talab qiladi. Bank bilan doimiy aloqada bo'ling. Barcha yangiliklardan xabardor bo'ling va eng muhimi, shaxsiy ma'lumotlaringizni hech kimga oshkor qilmang. Har doim rasmiy manbalardan ma'lumot oling va har qanday shubhali holatda darhol bankingizga murojaat qiling. Bu video siz uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshqa tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning savollaringiz va mulohazalaringiz bizga ham, boshqa tomoshabinlarga ham juda foydali bo'ladi. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz sizga doimo foydali va muhim ma'lumotlarni ulashda davom etamiz. O'zingizni va moliyangizni asrang, salomat bo'ling.